Assalomu alaykum, hurmatli bo'lajak yurist talabalar. Demak, sizlar bilan bugungi jonli darsimiz O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi haqida gaplashamiz. Demak, biz boshladik. Dastavval biz muqaddima haqida gaplashamiz. Undan oldin biz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi haqida ma'lumotlar berib ketamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil, demak 8-dekabrda Oliy Kengash tomonidan tasdiqlandi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz esa 2023-yil 30-aprelda referendum asosida qabul qilindi. Dastavval biz muqaddima haqida gaplashamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kirish qismi muqaddima hisoblanadi. Demak, biz boshladik. Biz O'zbekistonning yagona xalqi, ya'ni biz haqimizda gapirilyapti. Inson huquqlari va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlariga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e'lon qilib, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g'oyalariga sadoqatimizni namoyon qilib, inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmati oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar, demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatimizni anglagan holda, davlatchiligimiz rivojining 3000 yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma'naviy merosiga tayanib, mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko'paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof-muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib, xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan prinsip va normalarga asoslangan holda, O'zbekistonning jahon hamjamiyati eng avvalo qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini hamkorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlanishga intilib, fuqarolarni munosib hayot kechirishni, millatlararo va konferensiyalararo totuvlikni, ko'p millatli jonajon O'zbekistonimizning farovonligini va gullab yashnashini ta'minlashni maqsad qilgan holda ushbu konstitutsiyani qabul qilamiz va e'lon qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 6 bo'lim, 27 bob va 155 ta moddadan iborat. Shu o'rinda ma'lumot sifatida sizlarga aytib o'tay. 6-bo'lim, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish shu bo'limida demak bob yo'q. Ya'ni testda tushib qolishi mumkin. Qaysi bo'limda bob mavjud emas desa, sizlar 6-bo'limda belgilashinglar kerak. Demak, 1-bo'lim haqida gaplashamiz bugungi qismda konstitutsiyani. Demak, asosiy prinsiplar 4 ta bobdan iborat: davlat suvereniteti, xalq hokimiyatchiligi, konstitutsiya va qonunning ustunligi, tashqi siyosat. Demak, 18 ta modda bor ekan. Demak, 1-bobda, ya'ni davlat suvereniteti bobida demak 6 ta modda bor. Ular bilan tanishib chiqamiz. O'zbekiston boshqaruvni respublika shakliga ega bo'lgan, ya'ni boshqaruv shakli respublika. Suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Dunyoviy davlat haqida bilasizlar, rasmiy dini bo'lmagan davlat, ya'ni dunyoviy davlat deyiladi. O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlar bir ma'noni anglatadi. 2-modda. O'zbekiston, ya'ni davlat xalq irodasini ifoda etib, uni manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. 3-modda. O'zbekiston Respublikasi o'zini milliy davlat va ma'muriy hududiy tuzilishini, davlat hokimiyati organlarining tizimini belgilaydi. Ichki va tashqi siyosatini amalga oshiradi. O'zbekistonning davlat chegarasi va hududi daxlsiz va bo'linmasdir. 4-modda. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analarini hurmat qilinishini ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. 5-modda. O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlanadigan o'z davlat ramzlari, bayrog'i, gerbi va madhiyasiga ega. Davlat ramzlari davlat himoyasidadir. 6-modda. O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahri. Ana endi 2-bobga o'tamiz. Demak, xalq hokimiyatchiligi. Endi shunaqa savol kelishi mumkin sizlarda.
O'zbekiston Respublikasida demokratiya bobi bormi? Demokratiya bu shu yunoncha so'z bo'lib, o'zbek tiliga tarjima qilganda xalq hokimiyatchiligi degan ma'noni bildiradi. Da bor, demak, ikkinchi bobda biz demokratiya shakllarini ko'rishimiz mumkin. Demak, xalq hokimiyatchiligi. 7-modda. Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir. O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko'zlab va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan organlar tomonidangina amalga oshiriladi. Konstitutsiyada nazarda tutilmagan tartibda davlat hokimiyati vakolatlarini o'zlashtirish, hokimiyat organlari faoliyatini to'xtatib qo'yish yoki tugatish, hokimiyatni yangi va muvozi tarkiblarini tuzish Konstitutsiyaga xilof hisoblanadi va qonunga binoan javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. 8-modda. O'zbekiston xalqini millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi. 9-modda. Jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi. Umumxalq ovoziga referendumga qo'yiladi. Referendum bilamizki, bundan 2 yil oldin, ya'ni 2023-yil 30-aprelda Konstitutsiyani yangi tahrirdagisi qabul qilish uchun o'tkazildi va mana shu bizda oxirgi referendum hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida referendum o'tkazish tartibi qonun bilan belgilanadi. 10-modda. O'zbekiston xalqi nomidan faqat u saylagan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Prezident ish olib borishi mumkin. Jamiyatning biror bir qismi, siyosiy partiya, jamoat birlashmasi, ijtimoiy harakat yoki alohida shaxs O'zbekiston Respublikasi, ya'ni O'zbekiston xalqi nomidan ish olib borishga haqli emas. 11-modda. O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi, hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipiga asoslanadi. Savol kelishi mumkin, O'zbekiston Respublikasi hokimiyat tizimi qanday prinsiplarga asoslanadi? Demak, hokimiyat qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linish prinsipiga asoslanadi. 12-modda. O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarni xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas. 13-modda. O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi. Ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa ajralmas huquqlar oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi. 14-modda. Davlat o'z hokimiyatini inson farovonligi va jamiyat barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshiradi. Ana endi shuning bilan 2-bobimiz yakunlandi. 3-bobga o'tamiz. Konstitutsiya va qonunning ustunligi. 15-modda. O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so'zsiz tan olinadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi va yagona huquqiy makonni asosini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasini xalqaro shartnomalar, xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan prinsip va normalari bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismidir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining qonunida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi qoidalari qo'llaniladi. Ya'ni aytmoqchiki, mana 1995-yil O'zbekiston xalqaro shartnomalar to'g'risidagi qonun qabul qilgan va unga ko'ra, demak, O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan xalqaro ya'ni qonun ikkalasi farq qiladigan bo'lsa, biz xalqaro shartnoma va xalqaro huquqda umumiy e'tirof etilgan prinsip va normalariga qarashimizni ta'kidlab o'tyapti. Davlat va uning organlari, boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish yuritadilar. 16-modda. Ushbu Konstitutsiyaning birorta qoidasi O'zbekiston Respublikasining huquq va manfaatlariga ushbu Konstitutsiyaning 1-bo'limida nazarda tutilgan asosiy prinsip
va normalarga zarar yetkazadigan tarzda talqin etilishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlari O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi asosida va uni ijro etish yuzasidan qabul qilinadi. Birorta qonun yoki boshqa normativ-huquqiy hujjat Konstitutsiyani prinsip va normalarga zid bo'lishi mumkin emas. 3-bobni tugatdik va 4-bob tashqi siyosat. 17-modda O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarining to'liq huquqli subyektidir. O'zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarining buzilmasligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, boshqa davlatlarni ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqni e'tirof etilgan boshqa prinsip va normalariga asoslanadi. 18-modda O'zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi davlatning xalqning oliy manfaatlaridan, uning farovonligi va xavfsizligidan kelib chiqqan holda ittifoqlar tuzishi, hamdo'stliklarga va boshqa davlatlar aro tuzilmalarga kirishi hamda ulardan chiqish mumkin. Shuning bilan demak, yurist talabalar 18 moddani, ya'ni birinchi bo'limni ko'rib o'tdik va kelgusi darslarda demak ikkinchi bo'lim haqida so'z yuritamiz. Hammaga rahmat.